ochib, men ajrashmoqchiman. Bu harom oila bilan bekor uylanganimni afsusdaman. Xullas o'shani bana bugun xalqqa ham aytmoqchiman. Ya onang tantarbaga harom, chort namanganlik musorlar bile. Bilmay uylanib qo'yman, o'zim. Xonanda Jasur Umirov turmush o'rtog'i bilan ajrashmoqda. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida jonli efir paytida aytib o'tgan va jonli efir paytida ular hattoki janjallashib qolishgan. Xabar 2025-yilning 20-sentyabr sanasida ular qiz farzandli bo'lgan va undan oldin o'g'il farzand ko'rgan. O'g'il va bir qiz farzandlar bor. Chetdan qaraganda hamma ularga havas qilar, balki ko'z tekkani shudir. Xabaringiz bor. Jasur Umirov bu ayoliga uylanishdan oldin samarqandlik qizga uylandi degan mishmishlar bo'lalagan edi. Ularning ajrimini eshitgan xalq jonli efirda ba'zilar Jasur Umirovni qoralamoqda, ba'zilar esa ayolini, chunki tasodifan ayol ham kirib qolgan va turmush o'rtog'ini so'ka ketgan. Ayoli hijobda bo'lganligi uchun ko'p ma'lumotga qolib ketdi.